Marg'ilon bu oddiy shahar emas. Bu asrlar davomida hunarmandchiligi bilan dunyoni hayratga solgan maskandir. Marg'ilon nomi tarix sahifalariga eng avvalo o'zining buyuk san'ati atlas matosi orqali bitilgan. Marg'ilonning eng mashhur hunarmandchilik meroslaridan biri aynan atlas bo'lib, u nafaqat mato, balki xalqning tafakkuri, sabri va estetik qarashlarining tirik timsolidir. Tarixiy manbalarga ko'ra, Marg'ilon qadimdan buyuk Ipak yo'lining muhim markazlaridan biri bo'lgan. Sharqdan kelgan ipak shu yerda qayta ishlanib, mohir ustalar qo'lida atlasga aylangan va karvonlar orqali Eron, Hindiston, Turkiya hamda Yevropa bozorlariga yetib borgan. Atlas shu qadar qadrlanganki, ayrim davrlarda u boylik va mavqening belgisi sifatida saroy liboslarida ishlatilgan. Marg'ilon atlasi o'zining tabiiy ipak tolasi, qo'lda bo'yash usuli va betakror naqshlari bilan dunyo matolaridan ajralib turadi. Har bir rang vodiy tabiatidan ilhom, har bir naqsh esa ajdodlar xotirasining davomidir. Atlas tayyorlash jarayoni oson emas. Pillani ipak ipga aylantirish, tabiiy bo'yoqlarda ranglash va qo'lda to'qish. Bularning barchasi katta mahorat va sabr talab qiladi. Shu sabab atlas faqat mahsulot emas, balki san'at darajasiga ko'tarilgan hunardir. Asrlar davomida aynan shu mato Marg'ilonni, Farg'onani dunyoga tanitdi. Atlas hilpiragan har bir joyda O'zbekiston madaniyatining nafisligi namoyon bo'ldi. Uni ko'rgan inson nafaqat go'zalligini, balki Marg'ilonning qudratini, mehnatkash xalqining kuchini va ijodkor ruhini his qiladi. Bugungi kunda ham atlas an'anasi davom etmoqda. Zamonaviy moda va dizayn olamida milliy matolarga bo'lgan qiziqish tobora ortib, Marg'ilon atlasi yangi talqinlarda dunyo podiumlariga chiqmoqda. Bu esa qadimiy hunarning zamon bilan birga yashayotganini isbotlaydi. Shuni unutmaslik kerakki, mato va dizayn sohalari nafaqat tarixning bir bo'lagi, balki bugungi kunda ham eng qadrli va istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu sohalar qadimdan mashhur va e'zozlangan bo'lsa, bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmay zamonaviy texnologiyalar bilan yanada yuksalmoqda. Ana shunday yo'nalishlarda yetuk muhandis va mutaxassis bo'lishni istagan yoshlar uchun Farg'ona davlat texnik universiteti eng to'g'ri tanlovdir.